Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ko'p yillardan beri bizning har doim ishimiz bo'lgan narsani reklama qilmagandik, endi shuni ham reklama qilamiz. Buni reklama qilishimizdan maqsad Amudaryo tumanida do'konchilarga taklif beramiz. Bizlardan 10 dona olasizmi, 100 dona olasizmi? Xohlaganingizcha qurilish uchun aravalarni taklif qilamiz bizdan olib sotishga. Bu aravalarimizni taxlab qo'yganmiz chiroyli qilib. İkita mijozimizga 10 donadan safar aparib beramiz. Bu arabalarimizning balonlari haqiqiy original balon bo'ldi, skuter mototsiklning balonlaridan. Ko'p yillar xizmat qiladigan balonlardan qo'yganmiz. Bu oldin xatada ko'rinib turgan arabalarimiz o'zlarimizning uslubda ishlangan bu. Ko'p yillardan beri sotamiz bu arabalarni. Bunu ishlatib yurgan mijozlarimiz ko'plari biladi qanday xizmat qilishini. Bu arabalarimiz Zavodskoydan ulgu olingan, turbali qilib. Turbalarimiz ham qalin turbalardan ishlangan. 1 yil 2 yilda tugab qoladigan arabalar emas bular ham. Bu arabalarimizning listlari konteyner listlardan bo'ldi hamma joyi. Raskalar ham ko'chib ketmaydi ha degandan. Konteyner listesi ko'p odam biladi buni. Har xil o'lchamlarda arabalarni cheklanmagan miqdorda buyurtma olamiz. Kimga shunday arabalar qiziq bo'lsa, bizning manzil Amudaryo tumani Mang'it shahri, ishlab chiqarish seximiz eski paxta zavod ichida. Har xil turdagi narsalar, xat yo'llar, temir eshiklar, temirdan bitgan jamiki nima narsa bo'lsa buyurtma qilaverasizlar. Dastavkalarimiz ichida temir navolarimiz ham bor tayyor mana. Kimga shunaqa xizmatlar qiziq bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Telefon raqamlarimiz 97 dan 789 67 00. Telegram hammasi bor shu. WhatsApp telefon qilib murojaat qilaverasizlar. Musafirda yurgan do'stlarimiz ham telefon qilsangiz, uyingizgacha dastavka qilib beramiz arabalarni. Taksi puli ustidan qo'shiladi lekin bu. Uzoq ancha aqlli kotollar, darvoza eshiklar, barchasini telefon qilib, Telegram, WhatsAppdan murojaat qilaveringlar. Shu videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Kelajakda bundan da yaxshi videolarni, yaxshi ishlarni taklif qilamiz mijozlarimizga.